Hormanglar, ko'chani kengligini qaranglar. Mana bu yoqda poyezd yo'l, u endi avtoservis. Mana bu yoqdan yana to'g'riga chiqsanglar, Beshkapa masjidga chiqasizlar. Jadora narigi tomon, bu yoq tomon Qoramurd posti. Ana shu yerda mana bu 3 ta oppoq bir xil uy qurilgan 2 sutikdan ana shularni bittasi sotilyapti. Kadastr hujjatlari tayyor. Pastida podvallari bilan uyga gap yo'q. Podvali birinchi etaji, ikkinchi etaji mansardasi bilan birga. Bismillah. Hozir mebel ustanovka ketyapti ekan demak. Bu hol. Kirgan joyimiz. Oshxonada mebellarni qo'yyaptilar demak, usta akalarimiz hozirda yo'q. Vanna sanuzel. Hali hech kim foydalanmagan, maza qilib yashasangiz bo'ladi. Oila bola chaqangiz bilan birga. Tak, bu yoqda zal edi, adashmasam agar. Da juda katta zal. Tak. 6 ga 8 ekan zali. Va zaldan tashqarida hovlichasi. Tak. Torgina. Zato bir narsalarni saqlasanglar bo'ladi. Xudo anda kutib olgani, to'lgan kun qilgan rosa zo'r zal, katta o'zi ham. Tak, hop, podvalga tushib chiqamiz. Tak, shuni yoqamizda. Mirzo Ulug'bek Gretskiy garadok bu. Podvali ham xuddi o'sha zalida 6 ga 8 podval. Subhanalloh. Buni kattaligini qaranglar. Shu uy sotilyapti. Bu kotelnisi. Ariston, duh konturni kotel, nimadurlari yana podvali cho'plab olakan, lekin gap yo'q uy. Hoy, ikkinchi etajga chiqamiz. Bismillah. Ikkinchi etajdagi katta koridori. Mana bu yoqda kichkina detskiy xonasi. Hovlini ko'rinishi. Mana bu yoqda yaxshi bitta kattaroq spalnasi. Patologini balandligi bir 3 metr bor yoki ko'proqmi? Xohlam. Yana bitta vanna. Xuddi o'shaning kopiyasi, juda baquvvat, juda zo'r qilib qo'yilgan. Aynan siz uchundir balkim. Tak. Bu yoqda yana bitta spalni, shunda nechta bo'ldi? Bitta, ikkita, 3 ta spalni bo'ldimi? Mana bu yoqda yana bitta xona, kattagina xona. Qarindosh urug', mehmonlar keldi ketdilar uchun qo'ysanglar bo'ladi. Ana shu uy sotilyapti. Startoviy narxi 270 ming. Yana kelishamiz deyaptilar egalari. Kelinglar, ko'ringlar, ma'qul bo'lsa sotib olib mazza qilib yashanglar. Ha, aytgandek, bu TTZ Mirzo Ulug'bek
grechskiy gorodok. Xuddi shunaqa uy qidirgan yaqininglarga jo'natib qo'yasizlar. Kommentariyada bo'lsa savolinglar yozib qo'yasizlar va undan tashqari videoga layk bosish esinglardan chiqmasin. Salomat bo'linglar, charchamanglar.